Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bizni tanimaganlar. Xudo xohlasa, nasib qilsa, noldan boshlangan kurslarni boshladik. Bugun birinchi darsimiz natural sonlar mavzusi. Xo'p, demak, natural son deganda nimani tushunamiz? O'zi umuman natural son degan paytimiz xayolimizga sanoqda ishlatiladigan sonlar kelsa yetarli. Qolgan qoidalar shartamiz, ya'ni sanoqda 1, 2, 3, 4 va hokazo deb ishlatib ketaveramiz. Sanash mobaynida sonlarni tugatib bo'lmagandek, natural sonlarni ham hech qachon tugatib bo'lmaydi. Ya'ni oxiri cheklanmagan, cheksiz natural sonlar bor degan qoidani aytib ketamiz. Keyingisi raqamlar degan tushunchamiz. Xo'p, o'zi raqam nima edi desa, raqam degani ixtiyoriy sonni tuzishda ishlatiladigan 10 ta bir xonali sonimizni raqam deymiz. Ya'ni bular 1, 2, 3, 4, 5, hokazo 8, 9 va 0 ni ham raqamga kiritamiz. Shu joyga bitta e'tibor qaratamiz. 0 raqamga kirishi mumkin, lekin hech qachon 0 natural son emas. Ya'ni 0 ta olma yoki 0 ta marker deb sanab bo'lmagandek, 0 ni ham natural son kiritib bo'lmaydi. Endi kimdir aytishi mumkin, 2 natural sonmi, raqammi deb. 2 ni aytamiz, ham natural son, ham raqam deb ketaveramiz. Ya'ni ikkalasiga ham kirib ketaveradi. Xo'p, endi shu joyda bo'luvchi va karrali degan narsani o'rganib ketamiz. Farqini. Masalan, bo'luvchi nima degani? Bitta sonni bo'luvchisi degani, masalan, 4 ni bo'luvchisi degan 4 ga bo'linadigan sonlar. Ya'ni 4 ga bo'lsam, qoldiq qolmaydigan sonlar. Bu degani 4 ni bo'luvchilari 1, 2, 4. Ya'ni 4 ni 1 ga bo'lsam, qoldiq qolmaydi, 4 ni 2 ga bo'lsam, qoldiq qolmayapti. 4 ni 4 ga bo'lsam ham qoldiq qolmayapti. Endi 4 ni karralilari nima? 4 ni bo'lsam, ya'ni o'sha sonlarga 4 ni bo'lsam, qoldiq qolmasligi kerak. Bular 4, 8, 12, 16 va hokazo. O'sha sonlar. Ya'ni farqlay oldik bo'luvchi va karralining farqini. Endi biz natural sonlarni shunaqa guruhlarga ajratamizki, o'zini xususiyatiga bog'liq guruhlarga ajratamiz. Birinchi guruhimiz tub sonlar guruhi. Ya'ni tub son bo'lishi uchun nima bo'lishi kerak desa, ixtiyoriy sonni agar bo'luvchilar soni ikkita bo'ladigan bo'lsa, ixtiyoriy sonni bo'luvchilar soni faqat ikkita bo'ladigan bo'lsa, biz uni tub son deymiz. O'sha ikkita son qaysi sonlar bo'lishi kerak? Faqat o'zi va 1 bo'lishi kerak. Ya'ni bundan qoida kelib chiqadiki, faqat o'ziga va 1 ga bo'linadigan sonlar tub sonlar deyiladi. Bunga misol qilib 2 ni olishim mumkin. Ya'ni masalan 2 ni 1 ga bo'lsam ham bo'ladi, 2 ni 2 ga bo'lsam ham bo'ladi. Xuddi shu qatorda 3 ni ham olishim mumkin. 3 ham xuddi shunga o'xshaydi. 1 ga 3 ga bo'linadi. Keyingisi 5, 7, 11, oxirigacha ketaveradi bular. Ya'ni oxirini shu paytgacha topolmagan hech kim. Ya'ni eng kichik tub son 2, keyingisi 3. Shu joyga e'tibor beramiz. 2 dan tashqari barcha sonlarimiz, ya'ni qolgan barcha tub sonlarimiz tok son bo'ladi. Agar juft son bo'lsa 2 ga bo'linib qoladi, 3 ta bo'lib qolib, keyin u tub son qoidasiga kirmaydi. Xo'p, demak, keyingisi murakkab sonlar degan guruhga bo'linadi. Murakkab sonlarning qoidasi tub sonning qoidasiga ozroq o'xshab ketadi. Bu nima desa, tub sonning bo'luvchisi faqatgina ikkita edi. Murakkab sonning bo'luvchisi ikkitadan ko'p bo'lsa yetarli. Ya'ni bu degani, agar ikkitadan ko'p songa o'zi bilan birdan tashqari yana bitta songa bo'linib qolsa, men uni murakkab son deb atab ketaveramiz. Demak, eng birinchi murakkab sonimiz bizga keladi 4. Nimaga 4 aytgan bo'lsak, 4 ning bo'luvchilarini sanab chiqamiz. 1, 2, 4. Ya'ni 4 3 ta songa bo'linganligi uchun murakkab bo'ldi. Keyingisi 6. 6 ni bo'luvchilarini ham sanasam, 1, 2, 3, 6 degan sonlarga bo'linadi. O'sha uchun murakkab degan songa kiritamiz.
keyingisi 8, keyingisi 9, hokazo shu ko'rinishda ketaveradi. Xo'p, endi bitta joyga e'tibor beradigan bo'lsak, mana bu yerda natural sonlarimiz birdan boshlab ketdik. Ya'ni 1 dedik, 2 dedik, 3, 4, 5, 6 va hokazo ketadi. Tub sonlarimizni esa, tub sonlarimizni 2 dedik, 3 dedik, 5 dedik va hokazo, ya'ni 2 dan boshlab ketdik. Murakkab sonlarni esa 4 dan boshladik. Endi shu joyda bitta savol kelyapti. Bir qaysi guruhga kiradi? Ko'pchilik o'sha yerda mana bu o'ziga va biriga bo'linadigan son deydi, birini ham tub sonlar guruhiga olib kiritib ketadi. Mana bu qoidani bilmaganligi uchun. Ya'ni bo'luvchisi ikkita degan qoidamiz bor. Birini bo'luvchisi faqatgina bir, ya'ni bitta bo'lganligi uchun buni tub son ham deya olmaymiz, murakkab son ham deya olmaymiz. Demak, bizda bitta qoida kelib chiqadi. 1 degan natural sonimiz tub son ham, murakkab son ham emas. Xo'p, demak, tushunarli bo'lgan bo'lsa, yana tub sonlarga qaytaman. O'sha tub sonlarimizni eslab qoldim. Ya'ni 2, 3, 5, 7 degan sonlar ekan. Ixtiyoriy sonni endi kanonik yoyilma ko'rinishda olsak bo'ladi. Kanonik yoyilma bu kitobiy ko'rinishi bu. Endi uni salgina o'zimizga o'girib olayotgan bo'lsak, tub ko'paytuvchiga ajratish deb aytsak ham bo'ladi. Kanonik yoyilma o'ta kitobiy, ya'ni kitobda kanonik yoyilma deb yozilgan bo'lsa ham, biz bilamizki, mana shu tub sonlarga bo'lib chiqish kerak. Masalan, 40 degan bitta sonimiz bor. Nima qilamiz? Chiziq tortamiz, tub sonlarga ketma-ket bo'laveramiz. Ya'ni eng birinchi tub sonim 2. 40 ni 2 ga bo'laman. 20, 20 yana 2 ga bo'linadi. 20 ni yana 2 ga bo'lib ketaveraman. 10, 10 yana 2 ga bo'linadi. 10 ni 2 ga bo'laman. 5, 5 ni 5 ga bo'lamiz. 1. Shu joyda e'tiborli bo'lamiz. Ixtiyoriy sonni ixtiyoriy songa bo'lib ketib bo'lmaydi. Faqatgina tub sonlarga bo'la olamiz. Ya'ni boshqa songa, murakkab songa bo'lib bo'lmaydi. Masalan, kimdir 40 ni 10 ga bo'lib 4 chiqarib, 4 ni 4 ga bo'lib 1 chiqarib qo'yishi mumkin-da. Bu ham xato emas. Lekin mana bu ko'rinishni kanonik yoyilma deya olaman, buni deya olmayman. Keyin 40 ni mana bunaqa ko'rinishda yozib qo'ysak bo'ladi. 40 teng 2 ning 3-si ko'paygan 5 ning 1-si. Ya'ni mana shu yerda 2 dan 3 ta qatnashdi, 5 dan 1 ta qatnashdi deb qo'ya olaman. Demak, birinchi mavzumiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.